Bular 3,5 milliondan ortiq narsa olsangiz, mana shu gilamni bittasini tanlab olsangiz bo'laverar ekan, to'g'rimi? To'g'ri aka. Mana shu ko'rib turgan hamma gilamlarimiz 30% chegirmaga tushdimi? Chegirmaga tushdi aka. Qachongacha? Dekabrda oxirigacha. Misol mana shu nech pullik qanaqa? Nech pul? Nech pul taxmin qilasiz aka? Bilmayman, 3 million bormi? 2 million 100 ming so'm aka. 2 million 100 ming so'm. Bunaqasi bo'lmagan aka. Dastlabkasichi? Vodiy bo'yicha. Ha, vodiy bo'yicha dastlabki qilib beriladi. Mana-chi. Hozirgi narxi 3,5 million so'm. 5 million 200 mingdan kam sotilmagan. 3,5 million so'm. 3,5 million so'm. Manisi, manisi. 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 ming so'm. Mana ular qanaqa? Bu nima deyiladi bular? Bunaqasi ham bo'lmagan aka. Aha. Hozir mana klientlardan ko'rib ketibdi mana. Bulardan to'pda sotdi aka. Ko'rgan odam olyapti bular. Nech puldan bular? 550 ming so'mdan aka. Mana shular, ha? 1 kvadrati bas turishi. Turishimi? Turishi. 550 ming so'mda. O, chiroyliligini qaranglar. 100% Turkiyadan keltirilgan aka. Nihoyatda assortiment ko'p va bundan tashqari keling bu xonalarni ham ko'rsataylik, vaqt o'tkazmaylik. Bu xonalarda ham assortiment nihoyatda ko'p. Qani sveti, yon sim deydi-yu. Sim yon endi. Mana. Ko'pligini qaranglar. Nech pullik bu yerda? Qanaqa gilamlar? Bitta aka. Ha. Endi 4 metrlik gilamlarimiz. Ha. 4 ga 4 razmerdan boshlab 4 ga 9, 4 ga 10 gacha razmerlarimiz bor. Nech puldan misol? Xo'p, masalan, mana shu gilamimiz aka 4 ga 6 razmer. Ha. Narxi 2 million 800 ming so'm. 2 million 800 ming so'm. Shoshilamiz. Instagram bilasizlar, uzoq vaqt yoqtirmaydi. O'sha 1,5 minutdan beri sizlarga gapirib o'tiribmiz ekan. Mana to'g'risi o'sha turetskiy gilamlarimiz o'sha 550 ming so'mdan turishi, metr kvadrat emas. Va undan tashqari mana pastga tushyapsiz. Mana qaranglar. Kattaligini qaranglar. Xullas, xohlagan gilamlaringdan bor, metrajni kilometr, metr xullas farqi yo'q. Xolos ham qalinligini qaranglar, mana qalinligini va manaqa kichkina gilamchalargacha bor. Mana o'tirg'ichliklar, nima deyiladi, hammasidan bo'ladi. Mana shu gilamimiz sotdi aka. Aha, nech pul? 3,5 ga 5 razmer, narxi 1 million 650 ming so'm. 1 million 600 ming so'mga sotildi. Kelinglar endi bu yerda mana hali metrajni daloshka deyiladi, mana ulardan bor doimiy ravishda, xudo xolasa. Xo'p, endi mana yoqda ichkarini ko'rsataylik, ichadigan ham gilamlar bor. Yana bitta qiziqarli joyi, xullas bular 3,5 milliondan ortiq narsa olsangiz, mana shu gilamni bittasini tanlab olsangiz bo'laverar ekan, to'g'rimi? To'g'ri aka. Mana 3,5 milliondan ortiq narsa olasiz, bitta gilamni tanlab olaverasiz, 100 ga tushsa bo'ldi ekan. Va eng qiziqarli joyi, agar sizni razmeringiz har xil, ko's, bir narsalar bo'lsa, o'zlarida hamma apparatlari bor. Zavodini endi kirib ko'rsatamiz, zavodi ham bor. Xohlagancha tikib beraverasizlar, xudo xolasa. Razmer kesib beramiz. Ha. Xohlaganlar 42 ming arzonroq gilam so'raganlarga mana sifati, kasbasi yaxshi. Buni ham berib olaveradi. Kvadrati 42 ming so'mdan. Ha, buni ham xohlaganlarga. Xolos emas, gilam bu, to'qima narsa, xizmat qiladigan narsa. Ana shuni hisobga olib qo'yasiz. Ketdi endi boshqa joylarga ko'rsataylik, ya'ni podvallarga ko'rsataylik. Bularda nihoyatda ko'p assortiment, mana gulini qaranglar. Endi xohlasalarning hojona, hojotalarga manaqa jay namozlarimiz ham bor. Qaranglar. Mana-chi sherchi bu, nima bu? Sotiladimi? Sotiladimi? Nech pul mana shu? 1 million 400 ming so'm. 1 million 400 ming so'm. Mana buni qaranglar. Savdolarimiz avjida aka. Xudo xolasa. Shu yangi katifalarimiz aka. Ko'proq sotilyapti. Mijozimiz uyiga sotdik. Ha, 8 xona uy bor ekan, jihozlab beramiz. Mana shularda 8 xona uy. Ana shunaqa zakaz bizdan Telegram orqali ham bemalol nima qilib beraverasiz. Bemalol aka. O'zbekiston bo'yicha ham dastlabki qilib yuborishaveradi. Vodiyda bo'lsa, olib borib o'rnatib berish dastakalari bilan bo'lyapti. Besplatniy. Voh. Qaranglar, assortimentni ko'rsatdik. Endi sizlarga to'liqroq lokatsiyasini ko'rsatib o'tishimiz kerak bo'ladi. Mana zo'r ekan, baribir nima dilaring. Ular sherda nomer 1 ekan. Mana qaranglar. Naqshlarni qaranglar. Nihoyatda chiroyli. Ularda katta assortiment bor, xohlaganlarincha olaverasiz. Xo'p, endi biz turgan joy, xattanganlarga qaranglar. Bu tarafimiz Temuryo'l vokzali. Aha. Ma'lumotdan kirishi Detskiy banka kanal bor. O'tganingizda Mashraf hoji ota opaqimiz nomlariga qo'yganmiz. Bu magazinni hamma bilsa kerak. Ha, dastlabkalari ham yo'g'i bor, mashina bexijolat. Bemalol aloqaga chiqaversa, to'g'risi gapimni topolmay qoldim oxiriga kelganda. 1,5 soatdan beri video olyapsiz. Shu joygacha ko'rganlarga rahmat. Like, kommentariy. Podpisatsiya bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kelaverasizlar, xudo xolasa, katta skidkada, katta chegirmada gilamlar arzonlashib ketibdi.